Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar. Bugungi videomizda sizni hayajonlantiradigan, balki hatto biroz xavotirga soladigan juda muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Men bugun sizga pensiyalar bilan bog'liq OCH-IT va juda yomon bir xabarni yetkazmoqchiman. Bu xabar ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun ayniqsa dolzarb bo'lib, har bir inson uchun katta ahamiyatga ega. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, unda bu ma'lumot siz uchun hayotiy muhimdir. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va ushbu videoga like bosing. Bu videoni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi va sizning hurmatli nafaqaxo'rlarimizga bebaho yordamingiz bo'ladi. Pensiya tizimida asosiy muammo va o'zgarishlar xo'sh gap nimada? Aniqrog'i hozirda nafaqaxo'rlarga nisbatan qo'llanilayotgan yangi tartiblar va qoidalar haqida gap ketmoqda. Oldinroq barchamizga ma'lumki, pensiya tizimi nisbatan sodda va tushunarli edi. Agar siz belgilangan yillarda rasman ishlagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz ish stajingiz va o'rtacha oylik maoshingiz asosida hisoblanardi. Har qanday hujjatni topshirish jarayoni ham ancha oson edi. Aksariyat hollarda sizdan faqat pasport, mehnat daftarchasi va maosh haqidagi ma'lumotnoma talab qilinardi. Va pensiya tayinlash bo'yicha mutaxassislar barcha kerakli ma'lumotlarni o'zlari to'plashga harakat qilishardi. Shu bilan birga agar sizning mehnat daftarchangizda ba'zi bir kamchiliklar bo'lsa ham, masalan, yozuvlar aniq bo'lmasa yoki muhrlar o'chib ketgan bo'lsa, pensiya fondi xodimlari ko'pincha bu masalalarni o'zlarining arxiv ma'lumotlari orqali yoki mahalliy organlar bilan hamkorlikda hal qilishga yordam berishardi. Asosiysi, sizning ish stajingiz tasdiqlangan bo'lardi. Chunki davlat mexanizmi uning uchun javobgarlikni zimmasiga olgan edi. Biroq endi vaziyat tubdan o'zgardi aziz do'stlar. Yangi qonunchilikka ko'ra pensiya tayinlash va mavjud pensiyalarni tekshirish jarayoniga qat'iy va yanada murakkab yondashuv joriy etildi. Hozirgi kunda pensiya tayinlash bo'yicha mutaxassislar sizdan faqatgina asosiy hujjatlarni qabul qilishadi. Ammo eng muhimi shundaki, endilikda sizning oldingi mehnat faoliyatingiz, ayniqsa o'zgaruvchan davrlarga to'g'ri kelgan ish staji har qanday noaniqlik va kamchiliklar bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar bilan to'liq tasdiqlanishi shart. Agar siz bu hujjatlarni taqdim eta olmasangiz, pensiyangiz kamaytirilishi yoki hatto vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu albatta ko'pchilik uchun juda noqulay va kutilmagan vaziyatni yuzaga keltiradi. Endilikda pensiya jamg'armasi xodimlari sizning nomingizdan qo'shimcha ma'lumotlarni izlash yoki arxivlardan tasdiqnoma olish bilan shug'ullanmaydilar. Bu yukning asosiy qismi to'liq sizning zimmangizga tushadi. Hurmatli nafaqaxo'rlar, sizga ma'lum bir muddat belgilanadi. Shu muddat ichida siz barcha talab qilingan hujjatlarni yig'ib topshirishingiz shart. Agar bu muddatga ulgura olmasangiz yoki hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, pensiya to'lovlarida jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar nimani anglatadi va kimlar ko'proq xavotirda bo'lishi kerak? Bu yangilik nimani anglatadi? Birinchi navbatda bu shuni anglatadiki, sizning mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv, har bir muhr va har bir sana endi yanada sinchkovlik bilan tekshiriladi. Agar yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa, muhrlar aniq bo'lmasa, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki ishdan bo'shatilgan sana bilan ishga kirgan sana orasida uzilishlar bo'lsa, bu stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Bu faqatgina yangi pensiya oluvchilar uchun emas, balki allaqachon pensiya olib kelayotgan barcha nafaqaxo'rlar uchun ham amal qiladi. Ma'lumki, hozirda pensiya jamg'armasi xodimlari barcha mavjud pensiya ishlarini qayta ko'rib chiqishmoqda va bunda aynan shu kamchiliklar aniqlanib, nafaqaxo'rlardan qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinmoqda. Kimlar ko'proq xavotirda bo'lishi kerak? Birinchi toifa, Sovet davrida yoki do'g'ning yillarida ishlagan fuqarolar. Ushbu davrlarda hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'pincha beparvolik qilingan. Mehnat daftarchalariga yozuvlar tartibsiz kiritilgan. Ba'zi tashkilotlar tugatilgan va arxiv hujjatlar yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, 75 yoshli Fatima xola misolini keltiraylik. U 1970 yillarda bir kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Keyin 1960 yillarda bir zavodda ishlab, 1990 yillarning boshlarida oilaviy sabablarga ko'ra uy bekasi bo'lgan. Uning mehnat daftarchasida kolxozdagi staji bilan bog'liq yozuv juda xira va aniq ko'rinmas edi. Ilgari bu holatga ko'z yumishgan yoki arxivlardan qidirishgan.
Endi esa undan aynan o'sha kolxozdagi ish stajini tasdiqlovchi yangi hujjatlar, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki tashkilotning kadrlar bo'limidan berilgan arxiv ma'lumotnomasi talab qilinmoqda. Agar u bu hujjatlarni topa olmasa, o'sha davrdagi staj hisobga olinmaydi va pensiyasi sezilarli darajada kamayadi. Uning pensiyasi 25 million so'm bo'lgan bo'lsa, 300 ming so'mga kamayishi mumkin. Ikkinchi toifa. O'zbekistondan tashqarida ishlagan fuqarolar. Ko'pchilik Sovet ittifoqi davrida yoki undan keyin Rossiya, Qozog'iston, Ukraina kabi davlatlarda ishlagan. Ular qaytib kelgach, o'z mehnat daftarchasidagi yozuvlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etgan. Biroq endi bu stajni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar talab qilinmoqda. Misol uchun 68 yoshli Akmal aka 1990-2000 yillar oralig'ida Qozog'istondagi bir qurilish kompaniyasida ishlagan. Uning mehnat daftarchasida Qozog'iston kompaniyasining muhri va yozuvi bor. Lekin hozirgi yangi qoidalar bo'yicha undan Qozog'istondan aynan o'sha davrdagi ish stajini va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani olib kelish talab qilinadi. Bu esa Akmal aka uchun juda katta qiyinchilik tug'diradi. Chunki u Qozog'istonga borishi, o'sha kompaniya topishi yoki uning bo'risini topishi va u yerdan hujjat olish kerak. Bu albatta vaqt, pul va asab talab qiladigan jarayon. Agar u bu hujjatni olib kela olmasa, uning 10 yillik staji hisobga olinmaydi. Uning va pensiyasi deyarli yarmiga kamayishi mumkin. Masalan, uning 2 million so'mlik pensiyasi 1 million 200 ming so'mga tushib qolishi mumkin. Uchinchi toifa. Nodavlat tashkilotlarda yoki kichik korxonalarda ishlagan fuqarolar, ayniqsa 90 yillarning oxiri va 2000 yillarning boshlarida ko'plab kichik korxonalar ochilib yopilgan, ularda hujjatlarni yuritishda kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. 7000 yoshli Gulnora opa 1998 yildan 2005 yilgacha kichik bir tikuvchilik sexida ishlagan. Uning mehnat daftarchasida ushbu korxona yozuvi bor, lekin muhr aniq emas va korxona nomi ham juda qisqartirilgan holda yozilgan. Hozir esa bu korxona allaqachon tugatilgan va uning arxivlari mavjud emas. Gulnora opadan o'sha korxonaning faoliyatini tasdiqlovchi hujjat, masalan, soliq idorasidan ma'lumotnoma yoki ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Bunday hujjatlarni topish deyarli imkonsiz, chunki korxona yopilgan va arxivlar yo'qolgan. Natijada uning 7 yillik staji bekor bo'lishi va pensiyasi ancha qisqarishi mumkin. Kimlar unchalik xavotirda bo'lmasligi kerak. Aksincha, butun ish faoliyati davlat tashkilotlarida, yirik korxonalarda ishlagan va mehnat daftarchasida barcha yozuvlar aniq, muhrlar joyida bo'lgan nafaqaxo'rlar nisbatan kamroq xavotirda bo'lishlari mumkin. Ularning hujjatlari ehtimol hech qanday muammosiz qabul qilinadi. Lekin shunga qaramay, har bir kishi o'z mehnat daftarchasini va pensiya ishini diqqat bilan tekshirib chiqishi zarur. Hattoki ideal ko'ringan yozuvlarda ham kutilmagan xatolar chiqishi ehtimoli bor. Masalan, bironta sanadagi xatolik yoki tashkilot nomidagi kichik bir harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu holat har bir nafaqaxo'rga tegishli ekanligini unutmaslik kerak. Bu shunchaki kamxarash degan toifa, lekin xavfsiz degani emas. Istisnolar, murakkabliklar va noaniq jihatlar bu yangi tizimda bir qancha istisnolar, murakkabliklar va ba'zan tushunarsiz jihatlar mavjud. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, pensiya jamg'armasiga kelib tushadigan shikoyatlar va murojaatlar soni keskin oshmoqda. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z huquqlarini bilmagan holda yoki zarur hujjatlarni qanday topishni tushunmasdan turib jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Birinchi murakkablik, muddatning cheklanganligi. Nafaqaxo'rlarga qo'shimcha hujjatlarni yig'ish uchun ma'lum bir qisqa muddat beriladi. Bu muddat odatda 1 oydan 3 oygacha bo'lishi mumkin. Agar muddat ichida hujjatlar taqdim etilmasa, pensiya to'lovlari to'xtatilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Ko'p hollarda keksaygan odamlar uchun bu muddat juda qisqa bo'lib tuyuladi. Chunki ular ba'zan boshqa shaharlarga, hatto boshqa davlatlarga borib hujjat izlashlari kerak bo'ladi. Misol uchun, 90 yoshli bobo Azim uzoq yillar oldin Xorazm viloyatida ishlagan, hozir Toshkentda yashaydi. Undan Xorazmdagi eski tashkilotdan ma'lumotnoma talab qilindi. Uning sog'lig'i sayohat qilishga imkon bermaydi va qisqa muddat ichida bu masalani hal qilish juda murakkab bo'lib qolmoqda. Natijada uning pensiyasi vaqtincha to'xtatilib, qiyin ahvolga tushib qoldi. Bu shuni anglatadiki, nafaqaxo'rlar zudlik bilan harakat qilishlari va har bir qadamni aniq rejalashtirishlari shart. Ikkinchi murakkablik, arxivlar bilan bog'liq muammolar. Ba'zi tashkilotlar tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa,
Ularning arxivlari boshqa tashkilotlarga o'tkazilmasdan yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki arxivlar mavjud bo'lsa ham, ularda ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi yoki yozuvlar sifatsiz bo'lishi mumkin. Masalan, sobiq ittifoq davridagi ko'plab kichik artel va kooperativlar, 90-yillarda yopilgan fabrikalar yoki fermer xo'jaliklarining hujjatlari deyarli hech qayerda saqlanib qolmagan. Arxivlardagi xodimlar ham kam. Ba'zan so'rovlarga javob berish juda uzoq vaqt talab qiladi. Nafaqaxo'rning o'zi barcha arxivlarni topib, kerakli ma'lumotlarni yig'ib kelishi kerak bo'ladi. Bu esa juda katta sargardonlik va vaqtni talab qiladi. 3-murakkablik. Boshqa davlatlardagi stajni tasdiqlash. O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya masalasida alohida kelishuvlar mavjud. Masalan, MDH davlatlari bilan, biroq bu kelishuvlar ham har doim ham silliq ishlamaydi. Ko'pincha xorijiy davlatlardan hujjat olish uzoq va murakkab jarayon bo'lib, apostil qo'yish yoki legalizatsiya qilish talab qilinadi. Bu nafaqaxo'rlarga qo'shimcha yuk bo'ladi. Bundan tashqari, ba'zi davlatlarda, masalan, uzoq chet eldagi davlatlarda ishlagan stajni tasdiqlash uchun hatto u yerga borishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa moliyaviy jihatdan deyarli imkonsizdir. 4-murakkablik. Ma'lumotnoma shakllari va rasmiylashtirish. Hujjatlarni topshirishda pensiya jamg'armasi xodimlari juda qat'iy standartlarga rioya qilishadi. Agar ma'lumotnoma shakli noto'g'ri bo'lsa, unda kerakli ma'lumotlar to'liq aks etilmagan bo'lsa yoki muhr, sana va raqamlar aniq bo'lmasa, u qabul qilinmasligi mumkin. Bu esa nafaqaxo'rni yana bir bor qayta yugurishga majbur qiladi. Masalan, siz arxivdan ma'lumotnoma oldingiz, ammo unda ishga kirgan va ishdan bo'shatilgan sanalar faqat yillar bilan ko'rsatilgan, kun va oy aniq emas. Bunday holda ma'lumotnoma qabul qilinmasligi mumkin va siz yana arxivga murojaat qilib, to'liq sanani ko'rsatishni talab qilishingiz kerak bo'ladi. 5-murakkablik nogironlik pensiyalari. Nogironlik pensiyasini oluvchilar ham bu tekshiruvdan chetda qolmaydilar. Ularning ish staji ham xuddi oddiy pensiya oluvchilar kabi tekshiriladi. Agar ish staji bilan bog'liq muammolar aniqlansa, nogironlik pensiyasining miqdori ham qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa turmush sharoiti og'ir bo'lgan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yanada og'ir zarba bo'lishi mumkin amaliy. Nafaqaxo'rlar nima qilishi kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, ushbu og'ir qilishda vaziyatda nima qilishimiz kerak? Qo'llarni tushirib o'tirishga hojat yo'q. Bizda hali imkoniyat bor. Mana sizga bir necha amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. Birinchi qadam, pensiya ishingizni shaxsan tekshiring. Birinchi navbatda sizga yaqin joylashgan pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qiling. U yerda o'z pensiya ishingizni ko'rib chiqishni talab qiling. Qaysi davrdagi ish stajingiz bo'yicha hujjatlar yetishmayotganini yoki qanday noaniqliklar mavjudligini aniqlang. Pensiya jamg'armasi mutaxassisdan aniq ro'yxatni, ya'ni qaysi hujjatlar, qaysi davrlar uchun va qanday shaklda talab qilinayotganini yozma ravishda olishga harakat qiling. Bu juda muhim, chunki og'zaki ma'lumotlar keyinchalik noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Shu bilan birga, sizning mehnat daftarchangizni va undagi har bir yozuvni diqqat bilan o'rganib chiqing. Har qanday xira yozuv, aniq bo'lmagan muhr yoki to'liq bo'lmagan sana sizga kelajakda muammo tug'dirishi mumkinligini unutmang. Masalan, agar sizning mehnat daftarchangizda 1945 yildan 1990 yilgacha bo'lgan yozuv xira bo'lsa, aynan shu davr uchun qo'shimcha ma'lumotnoma topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni yig'ish. Endi eng qiyin va mas'uliyatli qismga o'tamiz, hujjatlarni yig'ish. Talab qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini olganingizdan so'ng, ularni qayerdan olish mumkinligini aniqlanmagan. Eski ish joyingiz. Agar korxona hali ham faoliyat yuritayotgan bo'lsa, uning kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyasiga murojaat qiling. Ulardan ish stajingizni va oylik maoshingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qiling. Ma'lumotnoma to'liq, aniq ma'lumotlarni, ishga kirgan, ishdan bo'shatilgan sanalar, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi miqdori o'z ichiga olishi va tashkilotning muhri bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisiga murojaat qilish kerak. Ikki arxiv idoralari, agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari hududiy davlat arxivlariga yoki idoraviy arxivlarga topshirilgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Milliy arxiviga yoki tegishli viloyat, tuman arxivlariga murojaat qiling. Pensiya uchun arxiv ma'lumotnomasi degan so'rov bilan yozma ariza bering. Ariza xatida sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ishlagan korxonangizning nomi,
ishlagan davrlaringiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan harakat qilish zarur. Shuni unutmangki, ba'zi korxonalarning arxivlari umuman saqlanib qolmagan bo'lishi ham mumkin. O'tib, sud tartibida tasdiqlash. Agar siz barcha arxiv idoralaridan ham hujjat topa olmasangiz, oxirgi chora sifatida ish stajini sud orqali tasdiqlashga harakat qilishingiz mumkin. Buning uchun siz bir nechta guvohlarni, ya'ni siz bilan birga ishlagan shaxslarni topishingiz va ularning ko'rsatmalarini sudga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lishi mumkin. Sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilish uchun sizga advokat yordami kerak bo'lishi mumkin. Sudga siz bilan birga ishlagan 2 yoki undan ortiq shaxsning yozma guvohliklarini, ularning pasport ma'lumotlari bilan birga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 4. Xorijiy davlatlardagi staj. Agar siz boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davlatning tegishli pensiya yoki ijtimoiy ta'minot idorasiga murojaat qilish orqali ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarni olishingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlar ba'zan apostil yoki legalizatsiya talab qilishi mumkin. Bu jarayonlar haqida sizga O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligidagi konsullik bo'limidan ma'lumot berishlari mumkin. 3-qadam. Muddatlarni unutmaymiz va shikoyat qilishdan qo'rqmaymiz. Pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan muddatlarga qat'iy rioya qiling. Agar hujjatlarni yig'ishga ulgura olmasangiz, muddatni uzaytirishni so'rab, yozma ariza bilan murojaat qiling va buning sabablarini asoslang. Agar sizning pensiyangiz nohaq ravishda kamaytirilgan yoki to'xtatilgan deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasini yugurib turuvchi organga yoki Oliy Majlisga, Prezident administratsiyasiga, Adliya vazirligiga shikoyat bilan murojaat qilishdan tortinmang. Bundan tashqari siz xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz ham mumkin. Barcha murojaatlaringizni yozma shaklda qoldirishga va ularning ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjat, kirish raqamini olishga harakat qiling. Bu kelajakda sizning haqingizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. 4-qadam yuridik yordamdan foydalanish. Agar vaziyat juda murakkab bo'lsa, malakali yuridik yordam olishdan tortinmang. Advokatlar pensiya qonunchiligini yaxshi bilishadi va sizga hujjatlarni yig'ishda, arxivlarga so'rovlar yuborishda, sudga murojaat qilishda yoki pensiya jamg'armasi bilan muloqotda yordam bera oladilar. Davlat tomonidan bepul yuridik yordam beriladigan tashkilotlar ham mavjud. O'zingizni yolg'iz his qilmang. 5-qadam. Qarindoshlarning yordami. Agar siz yoshi ulug' bo'lsangiz va bu jarayonni o'zingiz boshqara olmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizdan yordam so'rang. Ularga hujjatlarni yig'ish, tashkilotlarga borib kelish, arizalar yozishda ko'maklashishni iltimos qiling. Ushbu holatda oilaning birdamligi juda muhimdir. Agar siz uzoqroqda yashaydigan yoki boshqa shahardagi arxivlardan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'lsa, sizning nomingizdan vasiy yoki ishonchli vakil, notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma bilan harakat qilishi mumkin. 6-qadam. Sakinlikni saqlash va sabr toqat. Barcha bu jarayonlar uzoq vaqt talab qilishi va ko'plab asablarni yo'qotishi mumkin. Ammo sizga sabr toqat va oqilona harakat qilish kerak. Har bir qadamni diqqat bilan rejalashtiring. Bir martada hamma narsani hal qilishga urinmang. Asosiysi to'xtab qolmaslik va maqsadga erishish uchun harakat qilish. Esda tuting, bu sizning haqingiz va siz uni himoya qilishingiz kerak. Hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar. Bu mavzu juda murakkab va nozik. Bugungi videoda men sizga pensiya tizimidagi yangi qoidalar va ularning sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Eng yomon xabar shuki, pensiya jamg'armasi endilikda sizning oldingi ish stajingizni tasdiqlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi va bu yuk to'liq sizning yelkangizga tushadi. Agar siz yetishmayotgan hujjatlarni topa olmasangiz, pensiyangiz kamaytirilishi yoki hatto vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu albatta bizning jamiyatimizdagi eng hurmatli qatlam, nafaqaxo'rlarimiz uchun juda og'ir vaziyat. Biroq bizning qo'limizdan keladigan narsalar bor. Faol bo'ling. O'z pensiya ishingizni diqqat bilan tekshiring. Kerakli hujjatlarni izlashdan erinmang. Muddatlarga rioya qiling va agar kerak bo'lsa yuridik yordamdan foydalaning. Eng muhimi, haqingizni talab qilishdan qo'rqmang va qonuniy yo'llar bilan himoya qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi. Ushbu videoni oilangiz, do'stlaringiz va ayniqsa nafaqaxo'r yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Balki kimdir bu ma'lumot orqali katta muammodan qutulib qolar.
fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Qanday maslahatlar bera olasiz? Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.